Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azad. Bugun seshanba. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. 30 yildan beri Turkiyada o'qish, tadqiqot va Uyg'ur davosi bilan aktiv shug'ullanib kelgan tövbekor Uyg'ur ziyolisi Farhod Qurbon Tangritog'li apandi 2023 yil 12 oyning 8 kuni Istanbulda vafot bo'ldi. Farhod Qurbon Tangritog'li 1962 yil Qashqarda tug'ilgan. Başlangıç ve otur mekteplerini Qashqarda o'qigandan keyin 1980 yili Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetida Uyg'ur tili va adabiyoti kasbini o'qib, 1984 yil o'qish bitirgan. Beijingdagi Islom jamiyatida bir necha yil ishlagandan keyin 1987 yili rafiqasi bilan Turkiyaga o'qishga kelgan. Turkiyada klassik adabiyot va tilshunoslik sohasida magistrlik va doktorlik unvoniga erishgandan keyin mustaqil tadqiqot va tijorat bilan shug'ullangan. Doktor Farhod Qurbon Tangritog'lining Turkiyadagi hayoti Xitoyga qarshi kurash qilish, Türkiye'de Uyghur davasını yükseldiriş, Xitayning cinayetlerini baş qilgan kitap ve makalelerni yozish bilan o'tgan kurashchan hayotdir. Doktor Farhod Qurbon yana Türkiye'deki har qaysi televizor kanallarida Sharqiy Turkiston masalasini Türkiye xalqiga tushuntirgan. Shundaqla o'z nomida YouTube kanali ochib, kanalda turk tilida Xitoyning qarnitini va razil jinoyatlarini Türkiye xalqiga to'ntishda muhim xizmatlarni qilgan. O YouTube kanalini 3 yil burun ochgan bo'lib, kanaldagi jami 58 videoning asosiy qismi Xitoyning shumdiyat ve qanlı qırğınçılıqlarını ilmi uslubda türkçe anlatqan. Doktor Farhod Qurbonning YouTube kanalının o'zida uning vatan xalqiga ne kadar xolislik bilan xizmat qilganligini ko'rsatib berishga yetib oshdi. Farhod Qurbon buninglik bilan qolmay Xitoyning shumliyatlarini va uning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarini tunishtirib turk tilida Xitoy tushi, Xitoyning bir balvoq bir yo'l realligi va turk dunyosi, Xitoydan oshkorlangan lager hujjatlari, qaraqash tizimligi, Xitoyning g'arbiy rayon nazariyasi, yangi Xitoy qatorliq 5 parcha kitob yozgan. Doktor Farhod Qurbon yuqorqidek ahamiyatli va ta'xirsiz xizmatlar orqali Xitoyning ko'ziga qadalgan maqqa, Uyg'ur xalqini yetaklab menayotgan o't yurak jangchiga aylangan. Biz Doktor Farhod Qurbon Tangritog'lining oxirat hayotiga yaxshilik, oilasiga sabr, millatimizga razil dushmanimiz Xitoy ustidan g'alaba nusrat tilaymiz. Hindiston vaqt kezdorining 5 dekabrdagi xabarga ko'ra, garchi Xitoy Taliban Beijingning diplomatik e'tirof qilishiga erishish uchun siyosiy islohot yurgizishi bexatarlik vaziyatini yaxshilab, qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatni asliga keltirish kerak deb kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan Afg'oniston yanada o'zaro elchanvatib diplomatik bardikalni saqlab kelmoqda. Fransiya axborot agentligining muxbiri Xitoyning Afg'onistondagi Taliban hukumatini e'tirof qiladigan yoki qilmaydiganlik to'g'riliq so'raganda, Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin bunday degan: Xitoy azaldan Afg'oniston xalqaro jamiyatidan siqib chiqarilmasligi kerak deb qaraydi. Biz Afg'onistonning xalqaro jamiyatining umidiga texnik ishkirlab inkas qaytirishini, ochiq va sig'diruvchan siyosiy qurolni barpo qilib, mo'tadil va muqim ichki tashqi siyosat yurgizishini umid qilamiz. Xitoy Afg'onistonni har xil terrorlik kuchlariga qarshi qat'iy kurash qilib, dunyodagi barliq davlatlar, bo'libmi qo'shni davlatlar bilan inoq o'tib, xalqaro jamiyatga baldiriq singib kirishga undaydi. Har qaysi taraflar o'zlari ko'ngil bildigan masala to'g'risida texmo ijobiy inkas berishsa, Afg'oniston hukumatining diplomatik e'tirofga erishishi tabiiy ishga aylandi. 2021 yil 8 oyda Taliban hokimiyatni qo'lga olgandan buyon hech qanday davlat tarafidan rasmiy e'tirof qilinmagan bo'lsa-mu, Afg'oniston bilan Xitoy xalq quyuq munosabatlarni saqlab kelmoqda. New-York vaqt kezdorining 7 dekabrdagi xabarga ko'ra, Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zolari Biden hukumatining Xitoyning Amerikaning texnikalariga erishishiga qo'yilgan cheklovlarni ijro qilishdan bo'shanlik qilganligini ta'kidlab, hukumatning Amerikaning yerim o'tkazgich va boshqa yangi texnikalarining Xitoyga iqishiga yo'l qo'yayotganligini, buning oqibatida harbiy to'qinishda Xitoyga yordam berishi mumkinligini o'ttirib qo'ygan. Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining 7 dekabr e'lon qilgan dokladida hukumatning ilg'or texnikalarning Xitoyga sotilishini cheklaydigan eksport kontrolligini loyihasini ijro qilmaganligi o'ttirib qo'yilgan. O'tgan bir qancha yilda Amerika hukumati ilg'or o'zak va o'zak ishlab chiqarish uskunalarini Xitoyga setishga bo'lgan cheklamalarni tadrijiy kuchaytirgan edi. Amerikani Xitoy armiyasiga yoki Rossiyaning urushiga yordam bergan yoki Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga ishtirok qilgan deb ayblangan Xitoy shirkatlari yoki tashkilotlarga cheklama qo'ygan. Ammo Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zolari hukumatning bu qoidalarni ijro qilishga yetarli kuchmaganligini bildirib, eksport kontrolini nazorat qiladigan sanoat va bexatarlik idorasini ta'kidlagan. Dokladda Savdo ministrligining sanoat va bexatarlik idorasi o'zi boshqaradigan texnik sohasiga bak yaqin bo'lib ketgan deb ayblangan. Doklad yana monolog ko'rsatilgan. Hukumat Amerika shirkatlarining cheklangan mahsulotlarni Xitoyga eksport qilishiga yo'l qo'ydigan ko'p alohida ijozatnoma tarqatgan bo'lib, ba'zida davlat mudofaasi va istixborot tarmoqlaridagi xodimlarning noroziligiga qaramasdan yana bu xil alohida ijozatnomalar tarqatilgan. Savdo ministrligi sanoat va bexatarlik idorasining bayonotchisi o'z bayonotida Biden hukumatining mazkur cheklamaning doirasini kengaytirishni o'ylaganligini,
Shundaqla Xitoyning 300 dan ortiq korxona va tashkilotini o'z ichiga olgan savdo cheklimiz tizimligiga 1100 dan ortiq o'rinni qo'shganligini aytgan. Reuters agentligining 8 dekabrdagi xabarga ko'ra, Tayvan istixborot apparatlari to'plagan istixborotlarga ko'ra, Xitoyning yuqori darajalik rahbarlari mush oyning 5-ida yig'in chaqirib, hukumatning Tayvanning pat orada o'tkazilgan prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatish urinishini moslashtirish haqida muzokiralashgan. Tayvan amaldorlari bu haqda ogohlantirib, undaq degan. Xitoy doiralari 13 yanvardagi prezidentlik va parlament a'zolik saylovida Tayvan fuqarolariga Xitoy bilan texmo quyuq munosabat o'rnatishni xohlaydigan nomzodlarning qo'llashga tirishayotdi. Muxbirlar bilan bu ishni muzokara qilgan bir qancha Tayvan bexatarlik xodimlarining so'ziga qaraganda, Beyjingdagi mazkur yig'inga Xitoy Kompartiyasining 4-nomerlik katibishi, Xitoy Kompartiyasi markaziy komiteti Tayvan ishlar ishxonasining muavin mudiri Wang Huning riyosatchilik qilgan. Tayvan istixborot doiralari to'plagan istixborotlarni naql qilgan Tayvan bexatarlik amaldorlari bu yig'inga Xitoy tashviqot bo'limi, Davlat bexatarlik ministerligi, Davlat mudofaa ministerligi va Tayvan ishlar ishxonasining yuqori darajalik amaldorlarining qatnashganligini bildirgan. Ammo bu uchurlar bilan ta'minlangan amaldorlar vaziyatning sezgirlik sababidan ismini oshkorlashni xohlamagan. Oldin qayda Amerika prezidenti Jo Bayden Xi Jinpingdan Tayvanning saylam tartiblariga hurmat qilishni talab qilgan edi. Xitoyning Tayvan ishlar ishxonasi bu to'g'riliq hech qanday inkos qaytarmadi. Al Jazeera to'rining 10 dekabrdagi xabarga ko'ra, Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atirti shu kunidagi bayonotida monolan bildirgan. Filippinning ikki paraxoti qayta ogohlantirishga pisand qilmay, Xitoy hukumatining tasdiqini olmay turib, Ansha orolidagi Rinay xodidoshlariga qo'shna dengiz rayoniga qonunsiz kirgan. Onayzaq bir nomli paraxot nausta va xatarlik tarzda tuyuqsiz yo'nalish o'zgartgan hamda 21556 nomli Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat paraxotiga qasddan so'qilgan. Bayonotda Filippinning buningga to'liq mas'ul bo'lishi kerakligi o'tirib qo'yilgan. Mazkur otradning bayonotchisi Ganyu yana Filippinni ig'vogarchilik qilmishini to'xtatishga chaqirgan va Xitoyning o'z dengiz tavallikini davomli qonun ijro qilish faoliyatini importlaganligi haqida jar. Shuning bilan bir vaqtda Filippin dengiz qirg'oqi muhofazat atirti Xitoyning Filippinning ta'minot paraxoti va dengiz qirg'oqi muhofazat paraxotiga suv zambiraklarini etib, bir paraxotning motorini og'ir darajada qardan chiqargan deb aytgan. Filippin dengiz qirg'oqi muhofazat atirtining bayonotchisi ijtimoiy aloqa supsi X'da e'lon qilgan bayonotida mundaq degan. Kiloyan paraxotining motori og'ir ziyon uchirdi. Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atirtining yolg'on uchurlarining aksicha, Onayzaq bir nomli paraxot Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atirtining paraxoti tarafidan so'qilgan. Uzun yillardan buyon talash tartibdagi Janubiy Xitoy dengizida Filippin bilan Xitoy orasida voqealar o'ksmay davomlashayotgan bo'lib, har yili bu rayondan o'tadigan savdo summasi 3 trillion dollardan oshadi. Xitoy, Filippin, Vyetnam, Indoneziya, Malayziya va Bruney qatorliq davlatlar o'z territoriyasi ekanligini ilgari suradigan dengiz rayonining bir qismini o'z ichiga olgan Janubiy Xitoy dengizining hammasining degudek o'z territoriyasi ekanligini da'vo qiladi. Gerçi 2016 yılı Haag'dagi xalqaro besim sudi Xitoyning da'vosining qonuniy asosi yo'q deb hukm chiqargan bo'lsa-mu, Xitoy bu hukmga pisand qilmay mazkur rayondagi zo'ravonlikni davomlashtirmoqda. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.